o'sishga qiziqadiganlar uchun zona rosta deymiz doim. Zona rosta nima? Zona rosta qo'l suyaklaridagi o'sish zonasi. Misol uchun mana bu zona rostasi ochiq odamda. Mana suyaklarda har birida bor. Bu yerda, mana bu yerda, mana har bir bo'g'inda zona rosta ochiq va albatta bu o'sish ehtimoli bo'lgan bor odam. Bo'lib ham 15 yoshda. Mana u akamiz 21 yosh. 21 yoshda mana zona birortasi qolmagan. Tepadan yopilib kelgan, biror joyda ochiq zona yo'q. Eng oxirgi yopiladigan joylardan bittasi mana bu joy. Bilak suyagida. Ko'rib turibsizki, birorta zona rosta ochiq emas. Mana shunda ko'rib olish mumkin. O'zingiz agar bitta rentgen qildirasiz kaftingizni, xuddi shunday solishtirib ko'rasiz. Agar kaftingizda mana bu joylarda ochiq bo'ladigan bo'lsa, demak sizda zona rosta ochiq. Agar mana shu birorta chizig'i bo'lmaydigan bo'lsa, demak zona rosta yopiq. И все.